Yo, hello do'stlar, sizlar bilan Laydrus video zapis qilyapman. Bu ukamni Minecraftga kiramiz. Ukam Minecraft mana Minecraft. Xo'sh, skini Steve'da mana qizil olovlida turibdi. O'yin ukam inglizchani salgina biladi. Ukam inglizchani o'rgataman. Secret World always set ID. Bu kartaning ID'si. Ye. Bu nega turibdi bunaqa? Yo'mi? Bu mening uyim. Mana shu sening uyingmi? Do'stimning uyi. Ukamning uyi. Bu qanaqa Minecraft bu do'stlar? Yo'q, bu qanaqa Minecraft? Teksturasi normalniy. Ukamni Minecraftga ham video olaman hali. Ye brat. Menga qarash kerak bu. Wow! Bularning yuziga qaranglar do'stlar. Yurishining teksturasi mana shunday. Cho'chqa kerak emas. Ye? Tovuqning ko'zi yo'qmi do'stlar? Tovuqning ko'zi yo'q. Yo'qmi? Ko'zi qani buning? Lekin teksturasi normal. Qishloq. Nima qilgan bu qishloqqa ukam? Hech narsa. Qishloqqa mana shunday spam bo'lgandan ketibdi bu yoqqa. Xo'sh, bu nima bu? Kum? Body kum? Yo'qmi? Bayroqmi bu? Yo'qmi? Bayroq do'stlar. Ukam bu bayroq yasashiga yordamlashamiz ukamga. Bu qanaqa blok edi? Ha, mana bunaqa blok bu. Ukam yaxshilab qurmabdi buni do'stlar. Oxirgacha bitiramiz buni. Oxirigacha qurdim buni. Yo'qda. Yo'q. Mana. Bo'ldi. Bayroq do'stlar bitta narsa bo'lmaymadi. Bo'lmaymidi? Yupqaroq. Bu qalin-ku bu. Qalin-ku bu. Bayroq bo'lmaydigan. Nimalar deb yotibman? Qalin bayroq ko'rganmisizlar? Sizlar qalin bayroq. Bu qanaqa matodan tayyorlangan? Normal. Bu meni uyim eshik. Ha, bu mening uyim deb tagida ekan bu. Yo'qmi do'stlar? Ukamning uyi qanday bu? Podval. Bu qanaqa ochaman buni men? Yo'q. Do'stlar, qanaqasiga oq eshikni bunday ochdi bu? Yo'qmi?
Men hamma eshiklarni qo'yib ko'raman endi. Birin-ketin hammasini. Nima? Bu qora-yu bu. Ye? Yo'q. Yo'q. Qanaqasiga bu? Do'stlar, qanaqasiga bunday bo'lib turishi mumkin? Teksturasi buni. Buzilgan buni teksturasi do'stlar. Teksturasi buzuq buni. Mana bunday oq bo'lib ko'rinib turishi kerak. Orqa tarafi ko'rinib turishi kerak. Bu esa teksturasi buni buzuq buni Minecraftni. Men o'ynaydigan Minecraft jotki. Yo, men sandig'ini ochib ko'rmadim. Nima bular? Ukam ovqat yoqib qo'yibdi. Pechkada hech narsa yo'q. Pechkaga ham yashirsa bo'ladi do'stlar. Pechkaga nimani? Mana 64 ta go'shtni yashirib qo'ysak bo'ladi. Xo'p, bularning ichi nima bu musorlar do'stlar? Yo'mayo, almaz bor ekan bu yerda. Yo'mayo. Nega podvalligini bildim buni. Bu sandiqlar bombosh. Ha, normal Minecraft do'stlar. Lekin birgina eshikning teksturasi. Menga bunda eng qiziq narsalar eshikning teksturasi va eshikning teksturasi bilan mavnik cho'chqaning teksturasi. Mana teksturasi. Do'stlar, cho'chqaning teksturasiga 10 dan 1 gacha baho beringlar kommentariyada. Go'sht tushmadimi menga? Ha, bo'ldi. Buni men nima qilaman? Buni men ukam hech narsa kiymagan-ku. Hozir biz ukamga chotki narsalar qilib beramiz. Nima desangiz, mana va hamda mana bu. Buni sehrlaymiz. Bu enchantek. Mana bunaqa kitobdan emas. Anvil. Juda ham tepadan tushib ketsa Anvil nima bo'lishini bilasizlarmi? Hazlarkina bunday emas. Bunday bo'lsa hech narsa bo'lmaydi. Mana. Yo'mayo do'stlar. Sindan yo'q. Bunisiga hech narsa bo'lmadi. Hech narsa bo'lmayapti. Bitta blok tepada bo'lsa. Tushundim. Uni pastda turib bunday qilsak sinarkan demoqchim yo'q. Vaqt o'tib ketdi. Fire protect. Mana nimaga bu fire? Mana. Nega bu fire protect? Umuman yonmaysizlar. Menga hali yana 3 ta kerak bunaqa kitobdan. Bu men o'ynagan Minecraft.
tekis sal o'xshab ketadi. Hammaga xayr. Sizlar bilan anglaydingiz.